Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ba'zi bir savollar tushibdiki, uningga tazalaqa qoyil qilarliq bir javoblarni bermabdi ba'zi insonlar. Shunga ham demayadi men mushning bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bizga buyurgan yo'l yorug'i bo'yicha bir javob berib qo'yay dedim. Masalan, hozir bizningki jamiyatimizda bo'lib Uyg'urlarningki mayli Turkiya bo'lsin, mayli shu diasporada, ya'ni muhojirat yashayotgan Uyg'urlarning o'tirisida shu ilm berim ishlarida bir-biriga adil muomala qilmaydigan ahvollar ko'pkanda hamda. Shu bu yerdamda nurg'unlari qarzlilardan qarzni olgandan keyin puli bor turib shu pulni bermasa qanday bo'ladi yoki bo'lmasa buni ko'kmi qanday degandek savollarni so'rabdi. Buningga bizning beradigan javobimiz birinchisi, qarz egasiga ya'ni qarzni berib turg'uchiga qarz oluvchi qarzni bermasa qarz egasiga qattiq zulm qilgan bo'ldi birinchi. Bu zulm bo'ldi. Masalan, buni 1 yillik yo 6 oylik yoki 2 yillik, 3 yillik deb muddat bilan shu belgilangan muddat bo'yicha tilxat yozib oladigan narsa bo'lgandan keyin buni vaqtida bermasa, keyingi sursa, agar puli bor turib yanada puli bo'lmasa buning hukmi boshqa. O vaqtda birinchi qarz egasiga qattiq zulm qilgan bo'ldi. Ikkinchidan, o'zini bu dunyoda va oxiratda ig'ir zulm kutib oldi. Ya'ni bu inson olimodis qazo kelib o'lib qolsa, masalan shu qarzni og'uchi qarz egasiga bermasa, olimodis o'lib qolsa, bu odamningki namozini tushirishga qat'iy bo'lmaydi. Agar shu odamningki yaqin og'inlari, do'stlari, atrofidagi qarindoshlari bo'ldi, shu insonningki qarzini biz ustimizga oldik, biz ega chiqdik. Hamda bu bir sabablar bilan bo'lib qoldi, ilm berim bo'lib qolsa, bizdan ilonlar, bizdan so'ranglar deb bo'lanki dadisi yoki inisi, akisi, ochisi, singlisi, yaqin birodarlari, navri tuqqanlari ham shunday tizilib olgan gap. Do'stlari masalan yaxshi o'tgan. Shulardan birasi bana biz to'laymiz, biz beribimiz necha pul, 10 ming dollarmi, 100 ming dollarmi, 500 dollarmi, 1000 dollarmi degandek. Shunda bir odam ega chiqmaguncha bu insonningki janoza namozini o'qishga bo'lmaydi. Bu belgilangan bizning islom shariatida buning hukmi. Shunga qarz oluvchilar qarz egasiga vaqtida pulni berish kerak. Puli bor turib bermasa qarz egasiga zulm qilgan bo'ldi birinchi. Ikkinchi, o'ziga shu dunyoda va oxiratda qattiq zulm qilib, bu insonlarni eng oxirida kutib oldigan yana jahannam bo'ldi. Shunga bu narsadan qachish uchun qarzni vaqtida berish kerak. Shunga ko'p vaqtda ya'ni bizniki diniy olimlar, jumhur olimlar birlik kelgan dunyodagi amal bor, yana qarz olmaslik tashabbus qildi insonlarni, musulmonlarni yana. Faqat bak bo'lmaganda qarz ilib, ham shu qarzni qanchalik muddat to'lashni aniq deyish kerak. Hatta qarzning vaqti surilib ketsa, qarz oluvchi qarz egasiga bildirishni islom dinimiz tashabbus qilgan. Ay birodar, qarzingni vaqtida berolmaydigan o'xshayman. Shunga menga yana ozroq muhlat bersang, shu vaqt pulingni beray deb qarz olg'uchi telefon qilib yoki bo'lmasa izlab kelib shu qarz egasiga deb qo'yish kerak. Bunda bir sabablar bo'ldi. Bu oyda bizningki chiqimimiz bakcha qo'yib ketib qoldi, pulingni berolmaydigan bo'ldim. Men muddatga bilib bersim bo'ldi, biroq bersim bo'ldi. Endi biz Uyg'urlarda bir gap bor, bir nimani og'achi onamni, ochamni, singlimni beray, bo'lgandan keyin palon nimamni beray. Bunda ishni qilsak bo'lmaydi. Buni bizning islom dinimiz yoqtirmaydi. Ham jimmid yo'qolib ketish islom dinimizda jinoyat hisoblanadi bu. Shunglashqa qarz olgan odam o'zini dangsab beqib qarz olish kerak. Va qarz berguchimi qarz olayotgan odamga qarab beqib qarz berish lozim. Bu beralamdi, nimasi bor, qanday buni beramasa, bu yana oldigan boshqa odamlar bormi, shular beralamdi deb buni o'ylashib turib qarz berish kerak. Agar hamda qarzni berib keyingilikda u zodamni qarzni
beremigidek aşında bir holatda ig'ir kunda qilib qolgan bo'lsa, islom dinida buningga boshqa bir yo'l bor. Hamda shu insonning hamda iqtisodiy nihoyatda yaxshi bo'lsa, hamda $1000, $2000 hamda ehtiyoj yo'q, lekin ilish kerak. U ilishi uningki joiz, hukm bor, lekin ma insonning ahvoli ajoyib battar hamda. Bir kunlik tomoqni ap yeyishga qudrati yetmaydi, oilasining shunda holat bo'lib qolganda hamda uningdan bo'ldi, men rozi bo'lib ketdim desimi, bo'ladi, uningki Allohning huzurida uningga tegishli bir savobni Alloh taolo berdi bu insonga, qarz egasiga. Agar normalda hamda hamma narsani men rozi bo'lib ketdim deyishni hamda buni yaxshi ko'rmaydi islom dini. Nimishqa deganda Qur'oni Karimda payg'ambar sollallohu shunda oyatlar nozil bo'lgan hamda uni bu bizga mushida. "Va la tansa nasibaka minad dunya" degan Alloh. Dunyodagi nasibangni unutib qolmagin deb. Shunga bu hamda bizningki o'zimizning nasibasi bo'lganki Alloh tarafdan berilgan. Bu qarz oluvchini qarz egasi suylab qo'yish, qachon bersa pulni deyish, undan keyin qarz oluvchi qarz egasiga masalan vaqtida pulni to'layolmaydi ekan, bir ozroq bir yil vaqt to'shdi, bir yana bir 2-3 oy uzartib olsang bo'pti-ku, bu deb adasi bo'ladi islom shariatida. Undan keyin ahvolga qarta qarz egasi bo'pti, falan oygacha uzatib beray, shu vaqt to'lab o'tgan deb buni kelisiz bo'ldi. Buning ham yo'li bor. Ammo jimmada yo'qolib ketish bu yaxshi ko'rilmagan, ham jinoyat hisoblanadi. Lekin hozir bizningki Sharq Turkistonlik Uyg'urlarningki ma bu jamiyatida namozni shu valaxshitib o'qiydi, taratni 5 kishi kelib, ro'zini oylab, yillab kunda deylik tutadigan insonlar bor. Ammo shu ilm berim, pul, mol ishlarda adil emasda, hatto shu Sharq Turkistonlik Uyg'urlar bir-biri bilan. Bu hamda dunyoviy bir kasal bo'lgan ekanda musulmonlarning o'rtasida. Boshqa millatlarda bor bunday ish. Bu narsani biz musulmonlarning dini bo'lgan islom dini va uningki haqiqisi bo'lgan Alloh va Allohningki Rasulining tutgan yo'liga nomuvofiq, yana xilof bo'lgan jinoyat qilmish. Bundan cho'qim yenish kerak. Bundan qo'l uzib, bu ishdan qo'rqib darhol qo'l uzib, Allohningki bizga farz qilgan hukmlar va payg'ambarning sunnatlariga qaytish kerak. Chunki bu narsa biz musulmonlarga farz vojib bo'lgan hukm, ya'ni Allah ve Allah'ın Resul tarafından. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de "Vettaqullah innallaha şedidul iqab." Allah taqvalık kılınlar, Allah'tan korkunlar deydi. "İnnallaha şedidul iqab." Hakikaten Allah'ınki kıyamet gündeki yani azabı qattiqdir deydi kardeşler. Şunun için hem de bugün ma vaqt münasibet bilen şu qarz berguvchilar va qarz oluvchilar qarta so'zlaydigan va'z nasihatlarimiz mushagicha bo'lsin. Inshaalloh keyingi vaqt yana boshqacha bir savollar tushsa, buning javob beramiz. Ham qarindoshlarimizni ba'zi bir ma'lumotlar bilan vaqtlantiramiz Alloh xolisa. Alloh onlardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.